iza tabal mu'min kataballohu lahu bikulli yawmin marra alayhi fi fisqin ibadata sanatin degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bir mu'min odam Allohga tavba qilib, ey Alloh, bilmabman, yoshim 40 ga kiribdi, yoshim 50 ga kiribdi, yoshim 70 ga kiribdi, hali ibodatni boshlamabman. Bugundan men senga va'da qildim. Alloh ahd qildim. Gunohlarimni kechir, tavba qildim. Men avvalgi ishlarimni tashadim, yaxshilikka qadam qo'ydim. Kechir Parvardigor, bilmagan ekanman desa, Alloh jalla va alo 70 ga kirgan odam o'tgangi gunoh ishlarda yurgan har bir kuni uchun 1 yillik ibodatni savobini Alloh unga yozib qo'yar. Qarang, tavbaning foydasini qarang. Allohga tavba qildim Parvardigor, men kechir, bilmabman, banda ekanman, shu gunohlarni qilib qo'yibman. Men endi senga bog'landim Parvardigor. Qo'liga tasbihni ushlab, tahoratni qilib, g'usulni qilib, tozalanib, yomon odamlarga qo'shilmay, o'zini masjid sari, oila sari ibodatini yaxshi qilib yurgan odamni o'tgangi yillarini har bir kuni uchun 1 yillik ibodatni savobini Alloh berar ekan. Va fataha lahu fi qabrihi babun ila al-janna. Dunyodan vafot qilsa haligi odam tavba qildi-yu, namoz o'qishni, ibodat qilishni boshladi, yaxshi ishlarni qilishni, qo'li ehson bo'ldi, endi xayri ehson qiladigan bo'ldi, qo'li ochiq bo'ldi. Dunyodan vafot qilsa Xudoy taolo jannatdan bir darvozani u bandaga ochib qo'yadi. Va yaqumu yawmal qiyamati malakun an yaminihi va malakun an shimalihi va malakun min bayni yadayhi va malakun min khalfihi yubashshirunahu bil jannah. Alloh jalla va alo shu bandani 4 tomoniga farishta berar ekan. Oldi tomonda bitta farishta, orqa tomonda 10 chap. 4 tomonida farishta haligi bandani o'rab, birodar, dunyoda tavba qilgan ekansiz, Alloh tavbangizni qabul qildi. Jannat sizga muborak bo'lsin deb xush xabarni berib turadi. Xudo o'zi hammamizga shunaqa bardavomli amallar qilishlikni Xudo nasib qilsin.